Shuning uchun yoshlar kiyayotgan kiyimlarni bir qaranglar. Erkak kishi juda unaqa ortiqcha tor kiyib olishi ham yaxshi emas. Shimni ham torini kiymaslik kerak. Bu har taraflama zarar. Mana o'zlaringiz bop gap gapiryapsiz endi bu yerda o'tirib. Keyin mana bitta ikkitalaringiz kiyib olibsizlar. Aytaveraman endi, hijolat bo'lsalaringiz ham erkak kishiga qizil kiyim, pushti kiyim, sariq kiyim, ayol kishiga xos bo'lgan kiyimlar erkak kishiga yarashmaydi. Mana qorakam oq kiyim, qaymoq rang, mana chiroyli kiyimlar erkak kishiga ham jiddiyroq ranglar yarashadi. Qip-qizil kiyim olmaydi erkak. Sap-sariq kiyim. Kecha Toshkentda ko'rdim, hali rozoviy deydimi? Rozoviy, atirgul rang. O'shaqa kiyib olibdi. Gulli ko'ylaklar kiyib olyapti ayol. Gulli. Bu yaxshi emas erkak kishiga salaliga skromniy deydi rus tilida. Skromniy kiyim kiyinish kerak. Jiddiyroq, kamtarinroq, bunday ko'rganda sal kengroq kiyinish kerak.